Aziz aka, ko'p dehqonlar ishonchini oqlab kelayotgan pioner makkajo'xori gibitlari haqiqatdan ham 20 tonagacha don beradimi? Albatta, buning uchun birinchi navbatda original urug' ekib, yerini to'g'ri tanlab olib, agrotexnikalarni o'z vaqtida bajarishlari hamda oziqalarni ko'rsatilgan me'yorda berib, suvdan qoldirilmasa, ko'rsatilgan natijaga erishsa bo'ladi. Pioner makkajo'xorilarning boshqa gibritlardan qanaqa ustunliklari bor? Pioner makkajo'xorilarining ustunliklari qurg'oqchilikka bardoshli, yuqori namlikni ko'taradi, kasalliklarga chidamli hamda o'ta yuqori hosildorlikni namoyon etadi. Oxirgi savolim, original pioner urug'lari dehqon va dillilar qayerdan olishlari mumkin? Juda yaxshi savol bo'ldi. Respublikamizda birinchilardan kelgan dunyoda yetakchi pioner kompaniyasining pioner makkajo'xorilari 15 yildan beri yurtimizga olib kelib, dehqonlarimizni ta'minlab kelayotgan Agrofil Group kompaniyamizdan olishlari mumkin. Shu o'rinda shuni eslatib o'tamiz, hurmatli xaridorlar, qalbaki yasama urug'lar xarid qilishda ehtiyot bo'lamiz. Bizga bog'lanish uchun ekrandagi raqamlarga chiqishingiz mumkin.